Assalomu alaykum shaxmat sevarlar va shaxmat ishqibozlari. Xabaringlar bor, freestyle bo'yicha Jahon chempionati Germaniyaning Weissenhaus shahrida boshlandi va hozirda bo'lib o'tyapti. Demak, bugun finalga chiqish va 5-o'rin bosqichiga chiqish uchun janglarga shaxmatchilar kirishdi. Kechagi natijalarga keladigan bo'lsak, kecha ko'rdinglar, kuchli to'rttalik va 5-o'rindan 8-o'ringacha bo'lgan shaxmatchilar aniqlab olindi. Kuchli to'rttalikka keladigan bo'lsak, Magnus, Fabi, Keymer, Nodirbek demak, final uchun jangga kirishdi. Bu yoqda esa 5-o'rindan 8-o'ringacha Javohir, demak Javohir Sindarov, Hans-Mok Neyman, Levon Aranyan va Arjeri Gaysi 5-o'rin uchun kurashga kirishdi. Demak, Javohir bu qarama-qarshilikda Arjeri Gaysiga qarshi raqiblik qildi. Ularni sheriklari Hans-Mok Neyman esa demak Aranyanga qarshi o'yinlar olib bordi. Biz esa Javohir Sindarov va Arjeri Gaysini tahlil videolarini ko'rishni davom ettiramiz. Demak do'stlar, 4 ta partiyalik 25+10 vaqt nazoratidagi matchga shaxmatchilar kirishdi. Yakunda esa kimda-kim 2,5 ochko yoki 3 ochko to'playdigan bo'lsa, o'sha g'olibga aylanardi. Nechun-nech hisob qayd etildi? Buni tahlil davomida ko'rib chiqsak bo'ladi. Demak, Javohir Sindarov birinchi o'yinni qora donlarda boshladi Arjunga qarshi. Fisher strukturasi, freestyle strukturasi ko'rishinglar mumkin. Bu yerda Farzan, Shoh deyarli hammasi o'z joyini almashtirgan, faqatgina odatiy shaxmatdan mana bu ruh va fil o'z joyida qolyapti. Qolganlar esa strukturasini o'zgartiryapti. Va mana shu strukturada raqib yurishni F4 bilan boshlayapti. F4 D5, B4 J6. Ko'rishimiz mumkinki, Javohir o'yinni boshidayoq B2 dagi piyodaga bosim qilishni, hujum qilish rejasini qilyapti. Raqibda esa hozircha bu imkoniyatni yo'qqa chiqaryapti Javohir Sindarov. Bu yerda B7 dagi piyoda nazoratga olingan va piyoda bilan yopib qo'yilgan. Xo'sh, bu yerda tezroq yurishlarni ko'rishimiz kerak. Biz qariyb 4 ta partiya ko'rib chiqamiz va har bitta partiya bir-biridan qiziq. Buni esa ko'rib chiqsangiz bo'ladi biz bilan birgalikda. Xo'p, fil J7, fil J7 dan so'ng to'rdan to'g'ri B2 dagi piyodaga bosim qilinyapti va keyingi yurishlarda ot C4 qilgan holda aynan bu piyodaga bosimlar yanada ko'payadi. Buni hisoblagan Arjeri Gaysi tezlik bilan C3 qilib, keyingi yurishda E4 yurishini tayyorlayapti, D4 yurishini tayyorlayapti va filni ko'zini yopib qo'ymoqchi. C3 ga esa ot F6, H3 ga esa fil A4 otga bosim qilinyapti. Keyingi yurishda esa urib tashlashni ham rejasini tuzib olyapti. Demak, D3 ga ot aylanib D7 ga o'tyapti va C6 o'yindagi matchdagi birinchi xatolik. Javohir Sindarov pozitsion xatolikka yo'l qo'yapti. Bu yerda C6 emas, undan ham kuchli bo'lgan E6 yurishiga borib turib, kelajakda esa C4, C5 qo'yilariga sekin-sekin borish kerak edi. Ammo bunga emas, Javohir C6 yurishiga boryapti. C6 ga esa fil J3 va rakirovka. Ko'rishingiz mumkinki, rakirovka yurishidan so'ng yana bitta kompyuter xatolik deb hisoblayapti. Bu yerda eng to'g'ri yurish A5 yurishi bo'lgan ekan. To'g'ridan to'g'ri A5 qilish, keyingi yurishlarda esa kerak bo'lsa filni qaytib turib A4 va sekin-sekin o'sha piyodani oldinga sururish va shohni oldini zaiflashtirish rejalari bor ekan. Ammo Javohir Sindarov bu yerda Fisher shaxmatini kulminatsion joyi desak ham bo'ladi. Noodatiy rakirovkani amalga oshiryapti va bu atalishi bo'yicha kichik rakirovka. Rakirovkaga qarshi Farzan A2, Arjun eng kuchli yurish bo'lgan E4 yurishini ko'rmadim, payqamadim. E4 ni topadigan bo'lsa, kelajakda E5 qilish, filni va Farzanni ko'zini yopish va otga hujum qilish va templar bilan mana shu hujumni rivojlantirish imkoniyati borda. Lekin u Farzan H2 yurishiga boryapti. Ruhiy 8 rakirovka, ikkala tomondan ham noaniq va xatolik. Fil B3 dan so'ng esa yana bittadan sipohlar almashyapti. Biz esa xato qilgan joylariga e'tibor qaratsak bo'ladi. Bo'lmasa hozir soatlab vaqt ketib qolishi mumkin. Demak, bittadan piyodalar almashuvi va Farzan H2, Farzan H2 ga fil H2, A6. Aniqlik ko'rsatkichi hozircha ikkala tomonda ham 90+. Vaziyatga ham kompyuter baho berishi bo'yicha ko'rishingiz mumkin 0.4, 0.3 kichik ustunlik o'qlarida bordek go'yo, lekin hali ham g'alabali emas bu. Hozir esa ruh D1 qilinyapti, vaziyat yanada soddalashyapti. Ruhlar ham almashib ketadigan bo'lsa, unda durang bo'lishi bu 100% aniqlashadi. Mana shu almashuvlarga boryapti qizig'i Arjun Erigaysi. G6 shoh F2, shoh F2 dan so'ng esa ruh D2 va bu yurish ham noaniq deb hisoblanyapti kompyuter tomonidan.
Buni o'rniga ruhda 1, ruhda 1 ga esa ruhda 1 qilingandan so'ng yana bitta ruhlar almashuvidan so'ng o'yin ikkita yangi sipohlar qolishi bilan har ikkala tomonda durang bilan tezkor yakunlanishi mumkin edi. Ammo Javohir bu yerda g'alabaga o'ynamoqchi va ruhi yordamida shoh beryapti. Shoh E1 ga bittadan ruhlar almashuvi va fil F8. Tushunarliki, Javohir mana bunaqa piyodali strukturada raqibini taslim etmoqchi. Ammo bu oson bo'lmaydi. Fil C2, fil C2 ga esa ot C7, shoh E2 ga esa fil E7 va fil J1 ga esa ot D5. Bu yerda ikkala tomon ham endi ko'plab manyovrlarni amalga oshirishadi, vaziyatni o'yinni aylantirishga harakat qilishadi. Va buni hech qaysi tomon uddalay olmaydi. Rostini aytadigan bo'lsak, bu juda qiyin. Demak, bu yerda ham fil C7 qilib turib o'yinni yakunlashi mumkin edi Arjerigaisi durang bilan, lekin yo'q, ikkita fil bilan g'alabaga o'ynab ko'raman deb hisoblayapti. Bu yerda kichik manyovrlar, sipohlar aylanuvi va almashuvini guvohiga aylanishimiz mumkin va bu yerda ruh bilan shoh berilyapti. J7 ga o'ta olmasdik, bizni otimiz ketib qolardi. Shuning uchun ham shoh E7 ga o'tilyapti. Ruh kelgandan so'ng shoh D8 va A5. Vaziyatdagi raqib ustunlik deyarli 0 ga teng. Bu yerda tenglashdi vaziyat, hech qanaqa raqib ustunligi yo'q va har doim biz shohni D8 ga qochayotganligimiz ham bu fil J6 raqibni taktik hujumlari borligi va buni oldini olish maqsadida biz shohimizni qochib qo'yapmiz. Raqib esa sekin-sekin mana F5 piyodasini ham oldinga surib yetib kelyapti va bu yerda ruh E7 kelgandan so'ng esa shoh ot A6. Endiki reja esa otni C5 ga kelish va raqibni piyodasini blokada qilib qo'yganmiz. Endi u oldinga sura olmaydi va bu piyodani tortib olish. Agarda fil orqaga chekinadigan bo'lsa, unda har doim ot E6, ot D4 rejalari ham bizda bor. Buni hisoblagan raqib tezlik bilan shohimizni bizni uzoqlashtiryapti va ruh H3. Endi ot keladigan bo'lsa, ruh bu piyodani himoya qilib qo'yaveradi va hujumlar o'tmaydi. Aynan shuni hisob-kitob qilyapti. Demak, almashuv, ruhli endshpilda esa vaziyat juda soddalashdi va biz bitta piyoda ham yutib oldik, ammo bu piyodani farzinga olib chiqish oson bo'lmadi. Ko'rishingiz mumkin, sekin-sekin piyoda oldinga surilyapti, lekin farzinga chiqaman degan joyda mana raqibni shohi bizga xalaqit beryapti. Bizni esa ruhimiz suksuvanga tushib qolyapti. Raqib esa faqatgina bu yerda kutadi. Demak, do'stlar, go'yoki hammasi yakunlandi, vaziyat teppa-teng. Lekin mana shu joyda Arjerigaisi xatolikka yo'l qo'yapti. Ruhli endshpil hech kim mayab o'tirmaydi. Shoh D3. Shoh D3 urishidan so'ng Javohirda plus 4 ga yaqin ustunlik qayd etilyapti va eng kuchli urush bu ruh D1 va ruh D1 ni Javohir topyapti. Ruh D1 ga shoh uryapti E2 ni va mana shu vaziyatda yana o'yinni tenglashtirib qo'yapti Javohir Sindarov ruh D4 yurishi bilan. Bu yerda ruh D4 emas, bu yerda ruh B1 qiladigan bo'lsak, o'yinni g'alaba bilan yakunlashimiz mumkin edi. Raqib shoh D3 qilardi, shoh D3 ga esa ruh B2, yana bitta shohni olib keladigan bo'lsa, unda keyingi yurishda ruh B3 va B4 dagi piyoda baribir yana tartib olinardi. Ikkita piyoda ustunligi esa ruhli endshpilda yutuqqa yetarli bo'lardi. Ammo buni Javohir Sindarov xato hisobladi va xato yo'nalishga ketdi. Shoh demak, ruh D4 piyodaga hujum qilyapti, ammo B5 yurishini o'tkazib boryapti. B5 ga almashuv va shoh A7. Nimaga ruh kelmayapti? Ruh kelganida ham u yerda unchalik ham katta foydasi yo'q edi. Bittasini himoya qilib qo'yadi. Bittasi uradigan bo'lsak, shoh sekin-sekin kelib, mana bu piyodani ham kelajakda tortib olardi. Shuning uchun ham shoh A7 yurishiga boryapti Javohir. Shoh kelgandan so'ng esa ruh B4 va shoh D3. Bu piyodani ursak, buni himoya qiladi, buni ursak, buni himoya qiladi. Va shunday bo'ldi. Ham faqat himoya emas, hujum qilyapti. Bitta piyoda urasam, men ham qaytarib olaman. Yakunda esa bitta piyoda bilan farzinga chiqib bo'lmaydi. Filidor variantiga olib boraman deb hisoblayapti. Demak, bu yerda ko'p ham o'ynab o'tirishmadi. Shoh C3 urishidan so'ng har ikkala tomon roziligi bilan o'yin birinchi match durang bilan yakunlanyapti. Endi esa navbatdagi ikkinchi o'yin biz oqlarda, Arjerigaisi esa qorlarda don osiradi. Qani buni ham kuzatamiz. Demak, do'stlar, bizda ikkinchi o'yin. Raqib esa o'sha Arjerigaisi 25+10 rapid vaqt formatida. Xo'p, odatiy shaxmatda agarda siz H4 yurib qo'yadigan bo'lsangiz, unda sizning ustozingiz aniq qo'ydi va kerak bo'lsa kaltak ham yeyishingiz mumkin. Lekin bu Fischer shaxmatida esa ko'rishingiz mumkinki, A4 yoki H4 yurishi eng kuchli yurishga aylanib ketishi mumkin. Bu yerda esa H4 piyoda yurilyapti va vaziyatdagi eng kuchli yurish qilindi deb hisoblanyapti. Demak, H4 bilan Javohir boshlayapti, H4 ga esa D5, C4 yurishga esa urib tashlayapti raqib va ruh C4 ga ot B6.
Vaziyatdagi ikkita yurishimiz to'g'ri deb hisoblamayapti kompyuter va noaniq yurishlar bilan vaziyat 0-2, hattoki qoralarga biroz yaxshiroq bo'lishni boshlab yubordi deyapti. Nimagaligi men aytib berishim mumkin. Bu yerda oqlarning asosiy g'oyasi bu ruhni ko'zini ochish va kelajakda har doim C7 ga bosimlar qilib turish. Kompyuter aytayotgan bahoga ko'ra esa bu yerda eng kuchli yurish pozitsiyonni davom ettirish, D4 qilish, E3 qilish va keyingi yurishlarda B3, C4 qilsa yaxshiroq deb hisoblayapti. Ammo Javohir o'zini rejasiga boryapti. Bu yerda bittadan piyodalar almashuvi, ruh C1 ga qaytyapti C5, A5. Piyoda surildi ot C3, F5 qilindi F3. Ha, bu yerda strukturaga ko'proq e'tibor qaratiladi. Otlar manyovri bo'lyapti. Spoqlar hammasi rivojlanib bo'lgandan so'ng bu yerda bittadan farzallar ham almashib ketyapti. Lekin yakunda Arjo Erigaysida 0-6 ustunlik qayd etilyapti. Demak, bu yerda ruh H8, B3 urishiga ruh D8, ruh D8 ga esa J4. Demak, piyodaga bosim, raqib esa buni F4 orqali otimizga hujum qilish bilan javob qaytaryapti. Vaziyat esa 0-3, hali ham tenglik. Demak, ot D1, fil D4 yurishiga esa fil F2, shoh J7 ga esa fil E4. Hamma tomonda bu yerda almashuvlar har ikkala tomonga taklif etilyapti va hozircha hech kim buni qabul qilmayotganda Arjun Ergaysi esa buni boshlab beryapti. Agarda biz ot bilan uradigan bo'lsak, keyingi yurishlarda ruh D2 ni hisoblayapti. Ruh D2 ga fil solt qilinadigan bo'lsa BC, agarda otni keladigan bo'lsak, unda ruh A2 qilib turib o'yinni davom ettirish rejasida bor va aynan biz shunga boryapmiz. Ot C3 ruh E2, fil solt urildi, ot E4 ga ruh A2, ot C5 ga ot C5, fil bilan bittaga shoh va sifat ustunligini biz tortib olyapmiz. Vaziyat esa hali hamon teng. Sifat yutganligimiz bilan bu yerda mana bu piyodasi raqibni juda ham kuchli va kelajakda oti D5 orqali E3 larga kirib kelishini hisoblagan kompyuter vaziyatni teng deyapti. Ammo u yerda bundan-da kuchliroq ot B3 yurishini topyapti raqibimiz. Ot B3 ga ruh C6, urgandan keyin esa ruh R6. Demak, tushunishimiz uchun bu yerda bitta ruhga esa ikkita ot qolib ketyapti. Lekin shunisi aniqki, biz mod qilish xavfini raqibga amalga oshirishimiz mumkin. Shu sababdan ham tezlik bilan ruh A1 va ruhlarni bittasini almashtirib tashlayapti Arjun Ergaysi. Demak, shoh F2 urildi. Oson bo'lmaydi Javohirga ham himoyalanish, lekin bu yerda ko'rishimiz mumkinki, keyingi yurishda ruh A7 qilib turib, bu piyodani orqadan to'xtatib qolyapti. Bu yoqda esa bizda proxodnoy piyoda bor va mana shu piyodani farziga chiqarish uchun harakat qiladi Javohir Sindarov. Bu yerda ko'plab yurishlar amalga oshirildi. Vaziyat esa aylanyapti. Qayerdadir Arjo Erigaysida ham yaxshi bo'lib ketishi mumkin, lekin Javohir bu yerda maksimum to'g'ri o'yinlarni, to'g'ri ishlarni topa olyapti va juda ham muhim bo'lgan A4 piyodasini tortib olyapti raqibni. Va bu yerda ikkala tomonda ham set not esa xatoliklar tabiiyki uchun ko'payadi va mana bu yerda ruh H5 yurishi bittaga shoh, qochgandan so'ng esa yana vaziyat aylanyapti. Arjo Ergaysi ham, Javohir ham bu yerda g'alabani umid qilishyapti, lekin ikkala tomon ham taslim bo'lishni xohlashmayapti. Demak, bu yerda endi ikkita ot. Mana do'stlar, odatiy shaxmatda ikkita otda qanday qilib mod qo'yish kerak va mana shu savolga Arjo Ergaysi javob bera oldimi? Demak, bu yerda ertaroq tavakkal qilmasdan ruh F4 urib tashlayapti. Teoriya bo'yicha ikkita ot bilan o'zi mod qilib bo'lmaydi. Lekin teoriya bu kitoblarda yoziladi. Amaliyotda to'g'ri keladimi? Qani ko'ramiz. Arjo Ergaysi 50 ta xod ichida mod qila oladimi yoki yo'qmi? Demak, aylantiryapti, bizni shohimizni siqishga harakat qilyapti, lekin Javohir Sindarov bunga hozircha yo'l qo'ymayapti. Ha. Hujumlar, bu yerda faqat xodlar, yurishlar sanalyapti. Va yakunda men o'zim aytib qo'yiraman, yakunda o'yin durang bilan yakunlanyapti. Arjo Ergaysi bu vaziyatda mod qila olmadi. Shu tariqa o'yin durang bilan yakunlanyapti. Hisob esa 1-1 ko'rinishiga kelyapti. Ikkita o'yinda ikkita durang. Endi esa hal qiluvchi ikkinchi taym boshlanyapti. Demak, do'stlar, bizda birinchi aylana o'z nihoyasiga yetdi. Navbat esa ikkinchi aylanaga. Bu yerda ham shaxmatchilar bitta oqda bitta qorada o'ynashadi. Faqat bu hal qiluvchi raundlar hisoblanadi. Kimda-kim yutib ketadigan bo'lsa va 2,5 ochko to'playdigan bo'lsa, o'sha shaxmatchi bu matchda g'olibga aylanishi mumkin. Qani ko'ramiz, Arjo Erigaysimi yoki bo'lmasa Javohir Sindarovmi? Demak, Javohir Sindarov o'yinni oqlarda boshlayapti Arjun Ergaysiga qarshi. O'yin esa D4 bilan boshlanyapti. Strukturaga e'tibor qaratishingiz mumkin. Demak, bitta fil
va bitta ruh o'z joyida. Qolgan sipohlar hammasi o'z joyini o'zgartirishgan. Xo'sh, D4 bilan o'yin boshlanyapti. Asosiy maqsad esa filni ko'zini ochish va farzini ko'zini ochish bo'lyapti. Arjuergaysida esa bu borada D5. Go'yoki skandinavcha himoya o'ynayotgandek, bu yerda piyodalar oldinga surilyapti va almashuvga taklif qilinyapti. Javohirdan esa tezkor reaksiya farzan A5. Farzan A5 dan so'ng ikki yoqlama zarba ham A7 dagi piyodaga ham E5 dagi piyodaga bosim qilinyapti. D6 dan so'ng bitta piyoda almashuvi farzan A7, farzan A7 dan so'ng esa ot B6. Vaziyatga baho berishingiz mumkin. Ha, siz ruh yutib olyapsiz, lekin ruh yutib olganingizdan keyin nima bo'lishini bilasizmi? Hozir buni aniqlaymiz. Farzan B8 yurish qilinyapti. Javohir Sindarov o'yini boshidayoq ruh yutib olyapti, lekin shkalaga mana bu ko'rsatkichga e'tibor qaratadigan bo'lsak, vaziyat hali ham teng. Nimaga desa, raqibda farzan A4 yurishi bor va uni topyapti. Farzan A4, farzan A4 ga esa fil R5. Hozirning o'zida biz farzanimizni qutqarib qolmasak, keyingi yurishda raqib ot D7 yurishiga bormoqchi va farzanimiz tortib olmoqchi. Shu sababdan ham biz fil R5 yurishiga boryapmiz. Filimizni jertva qilyapmiz. Agar uradigan bo'lsa, unda keyingi yurishlarda farzanimizni C7 orqali piyodani uramiz va qutqaramiz. Va shunga boryapti ham. Bittaga fil urib tashlayapti farzan C7. Bu esa kompyuterning bahosini o'zingizlar ko'ryapsizlar, yo ko'tarilyapti, yo tushyapti. Aniq bitta hisob-kitobga kela olmayapti. Bu borada kompyuter ham ojiz bo'lyapti, lekin farzan C7 dan so'ng tenglik saqlanib qolinyapti. Demak, farzan A2, ruh C1 ga fil C1, fil C1 ga esa ot B3. Bu yerda tekinga ruh berib yuboryapmiz, ammo buni evaziga biz temp, tezroq rivojlanish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Ot B3 dan so'ng esa temp bilan filga biz hujum qilgandik. Filni orqaga chekinyapti va farzan B4, farzan B1 ga esa farzan C5, farzan D1 ga esa farzan C8. Mana nimaga Fischer shaxmati juda ham ko'pchilik uchun qiziqarli hisoblanadi. Bu yerda har bitta yurish dinamit, har bitta yurishda xato ham bo'lishi mumkin, chiroyli yurishlar ham bo'lishi mumkin. Hozir esa har qanday almashuvlardan keyin ikkita yengil sipohga ikkita yengil sipoh, bitta ruhga bitta ruh va 6 ta piyodaga 5 ta piyoda qolyapti. Vaziyat esa teng deb ko'rsatilyapti. Xo'sh, bu yerda farzan Y2, piyodalar ham tenglashdi endi. Ot G3 bittaga shoh, farzan B4 va ruh D1. Bir necha noaniq yurishlardan so'ng har ikkala tomonda vaziyat 100% endi tenglashyapti. Shoh G7 ga ruh D8, mana bu ruh D8imiz xato bo'lgan ekan. Farzan H4 menimcha buni blunder qilgan bo'lsa kerak, o'tkazib yuboryapti. Piyodani tekinga beryapti va fil E3 yurishini endi aytmasa ham bo'laveradi. Fil E3 juda ham kuchli yurishni topyapti. Arjuergaysida agarda buni uradigan bo'lsak, farzan G3 qilib farzan E3 ga harakat qiladi. Agar urmaydigan bo'lsak, o'zi farzan G3 urib tashlamoqchi, biz buni ura olmaymiz, ochmasa turibmiz. O'yinda esa ot H1 yurish qilinyapti va juda ham passiv bo'lgan, noaniq yurish qilinyapti. O'tkazib yuborilgan imkoniyat. Eng to'g'ri yurishga keladigan bo'lsak, ruh D3 qilganimiz ma'qul ekan. Demak, ot H1, fil B6 ga ruh E8 va farzan E4. Vaziyat yana tenglashyapti. Hammasi joyidami? Yo'q. Afsuski, biz yana bitta xatolik yo'l qo'yapmiz. Shoh F1. Bu yerda shoh F1 emas, ot D2 qilishimiz kerak ekan. Hamma farzan bilan buni himoya qilyapmiz, ham otimiz bilan farzanga hujum qilyapmiz. Shoh beriladigan bo'lsa esa demak, ot F1 bilan farzanning hujumidan qutulardik. Lekin bu yerda shoh F1 qilinyapti. H5, ruh E7 ga esa ot H7. Raqib yana bitta xato qildida vaziyat tenglashtirib qo'ydi. Bu yerda farzan H4 kelib turib otga hujum qilish, shohni bu yoqqa chaqirib turib, sekin-sekin o'sha shohni zaifligidan va otning o'yinda emasligidan foydalanishi mumkin edi. Ammo ko'ryapsizki, ikki yoqlama zarbani ham topa olmadi va ot H7 yurishga boryapti. Farzan B7. Yakuniy big blunder. Farzan B7 dan so'ng raqib farzan C4 qilyapti va bitiga shoh beryapti. Shohimiz uzoqlashgandan so'ng esa brilliant move. Ruh D8. Asosiy maqsad va reja esa bu ruh D1 dan shoh berish, keyingi yurishda esa farzan H4 dan mod qilish. Shu sababdan ham biz filni ura olmaymiz va Javohir ruh D7 qilishga majbur bo'ldi. Ruh D7 ga ruh D7, farzan D7 ga esa farzan C2. Ham otga hujum qilyapti, ham piyodaga, ham keyingi yurishda shoh bermoqchi. F2 ham juda xavfli. Shu uchun ham farzan B5 qilishga majbur bo'ldik. Farzan D1 ga demak shoh H2, fil C7 ga esa farzan C4 ochib turib shoh bersa, unda filni urib tashlash rejamizda bor. Shu sababdan ham fil D6, ot C5 ga esa ot F6 asosiy reja va maqsad bu ot bilan bittaga shoh berish, shoh tepaga chiqqandan so'ng esa farzan H1 qilib otni urib olish. Bizda esa ot E4 qilinyapti.
uriladigan bo'lsa urib tashlab vaziyat tenglashtirish, ammo Arjo Ergaysi bu yerda to'g'ri hisob kitob qilyapti va ot J4 kuchli borga yurishni amalga oshiryapti. Shoh J3 ga fil E7 yurishini qilyapti va Javohir Sindarov bu vaziyatda o'z mag'lubiyatini tan olyapti va birinchi mag'lubiyatni qabul qilib olyapti. Hisob esa 2-1 ko'rinishiga kelyapti. Demak do'stlar, bu vaziyatda 8 yurishdan so'ng mod ko'rsatilyapti. Nimaga desa, ot J5 qilinishi mumkin ekan. Hozir ot J5 qilinmaydigan bo'lsa ham keyingi yurishlarda H5, H4 piyoda oldinga surilayotganda, shoh qochadigan bo'lsa, unda farzan bilan urilardi. Shoh buni uradigan bo'lsa, farzan J2lar qilib sekin-sekin baribir modga qarab ketayotgandi. Bu yerda F5 hujumlar ham bor edi. Shu sababdan ham himoyalanishning imkoni yo'q edi. Javohir esa taslim bo'lyapti. Bizda esa oxirgi hal qiluvchi match qolyapti. Bu 4-si. Yutsak 5-o'rin uchun bo'ladigan matchda qatnashamiz. Yutqizadigan bo'lsak, unda maksimum biz 7-o'rinni qayd etishimiz mumkin. Qani do'stlar, buni ko'ramiz. Demak do'stlar, hayot yoki mamot hal qiluvchi o'yinga ham yetib keldik. Arjo Ergaysiga qarshi Javohir Sindarov qora donlarda matchning oxirgi o'yinini balkim o'tkazishi mumkin. Agar yutadigan bo'lsa, unda qo'shimcha Armagedonlarga murojaat qilinadi. Demak, o'yin boshlanyapti. B3 F6, F3 ga esa B6. Demak, bir xil struktura, ikkala tomon ham filning ko'zini ochyapti. Faqat mana bu vaziyatda Sindarov Javohir sal o'zgartirish kirityapti. Demak, C5 urishidan so'ng asosiy e'tibor D4 xonasiga qaratilyapti. Raqibga D4 qilishiga yo'l qo'ymayapti. D4 qilinadigan bo'lsa, unda urib tashlab, keyingi yurishlarda E5 templarni ham yutib borishni reja qilyapti. Raqibda esa sipohlar rivojlanishuvi menimcha xato bo'lgan joyigacha ko'rib borsak bo'ladi va mana bu vaziyatda Arjo Ergaysi birinchi bo'lib xatoliklarni boshlab beryapti. Demak, C4 yurishi. Bu yerda C4 emas, fil E2 qilib turib o'yinni rivojlantirgan, keyingi yurishlarda esa ot D3 qilib rokirovkaga ketgan. Yaxshi edi deyapti kompyuter, ammo yo'q, bu yerda rivojlanishga ko'proq e'tibor qaratyapti va C4 piyodalik strukturani esa baquvvat qilib joylashtiryapti. C4 ga ot J6, rokirovkaga esa farzan F7 va yana bittadan sipohlar rivojlanishuvi, farzan D2 dan so'ng esa A6 va ruhi D8 dan so'ng H1 shohni qochyapti. Xo'sh, asosiy urg'u, asosiy e'tibor, asosiy reja qayerga qaratilyapti? Har ikkala tomonga, markazga. Demak, qoralar tezroq xohlayapti D5 piyodasini o'tkazishni va iloji boricha markazni ochgan tarzda mana bu fillarni shohga qaratib qo'yib, hujumlarga o'tishni reja qilyapti. Oqlarda esa reja shuki, markazni ochmaslik va mana bunaqa diagonallar, mayda-mayda yurishlar bilan o'yinni rivojlantirib, pozitsion davom ettirish. Javohir esa shoh H1 ga qochyapti. Demak, oq xonadan bo'lishi mumkin bo'lgan hujumlarni oldini olyapti va keyingi yurishda baribir D5 ga tayyorgarlik ko'ryapti. Raqibdan B4, ot F4 ga E5, E5 ga esa ot D3, bittadan piyodalar almashuvidan so'ng mana shu yerda yana bitta xatolik. Biz ot D5 qildik, gap bo'lishi mumkin emas, bitta sipoh yutyapmiz, ammo F7 dan keyin bizda vaziyat biroz yomonlashyapti. Plus 1-2 raqibda ustunlik. Eng to'g'ri yurishga keladigan bo'lsak, bu yerda JF qilib turib uradigan bo'lsa, farzan D3 bilan unda E5 qilib o'yinni davom ettirsak bo'lardi. H7 xonasini farzan himoya qilyapti, mod bo'lmasdi u yerda. Bu filni esa biroz uzoqlashtirardik. Ammo Javohir sal xato hisob-kitobga boryapti. Ot E5. Ot E5 ga F7, urgandan so'ng esa F4. To'g'ri, biz otimizni himoya qilib qo'yishimiz mumkin, lekin bitta minus tomoni bor. Hozir otimizni qochgandan so'ng mana bunaqa fil A1 yoki fil C3 rejalari bordi. Mana bu fillar turishi esa bu juda xavfli. Qo'shimchasiga ot ham, ruh ham F5 urishidan so'ng yana boshqa sipohlar ham bu hujumga qo'shilib ketyapti. Bizda esa himoya faqat bitta. U ham bo'lsa farzan bo'lyapti. Shu uchun ham kompyuter plus 1-2 Arjonda ustunlik bor deb ko'rsatyapti. Demak, farzan H4 qilindi, ruh F3 va ot E7. Yana bitta qo'pol xatolik va biz ruh J3 yurishini o'tkazib yuboryapmiz. Bu yerda ruh H3 qila olmasdi. Ruh H3 qilinadigan bo'lsa farzan H3 qilardik va raqibni shohi ochmasdi ekanligidan foydalangan holda raqibni ruhini yutib olardik, ammo ruh J3 yurishini o'tkazib yuboryapmiz. J7 ga esa hujumlar bo'lyapti. Raqibni yurishiga javoban ruh J8 qilyapmiz, piyodamizni himoya qilyapmiz. Ruh J4, farzan H6 va farzan F2 dan so'ng Javohir Sindarov bu yerda hech qanaqasiga vaziyat qutqarib bo'lmasligini va oxirigacha o'ynab o'tirishni xohlamadi va shu tarzda taslim bo'lyapti. Arjo Ergaysi esa umumiy 4 ta o'yinlik matchda 3-1 hisobiga zafar quchyapti va ertaga u Hans Mok Nimonga qarshi
5-o'rin uchun jangga kirishadi. Javohir Sindarov esa ertaga yana bitta bo'lgan bahsda imkoniyatni boy bergan Levon Aranyanga qarshi 7-o'rin uchun dona suradi va ko'ramiz bunda kim g'alaba qozona olar ekan. Bu vaziyatda esa keyingi uchta Ruxash to'r kelayotgandi va chetidagi piyoda bu yerda ketyapti va modlar ham bo'lib qolishi mumkin. Shu sababdan ham taslim bo'ldi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar ertaga biz Javohir Sindarovni o'yinlarini kuzatamiz va unga omad tilaymiz. Ungacha esa tahlillar yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lish esdan chiqmasa, ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.